Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Toshkent Qo'yliqdan Primo reyslarimiz amalga oshadi. Dushanba va seshanba, payshanba, juma kunlari. Kelib mana shu avtokassamizga to'lov qilib amalga oshirishingiz mumkin. Yuklarga kelsa yuklarimiz bepul har doimgidek. Avtobuslarimiz juda zo'r sostoyaniyada, a'lo sostoyaniyada kelar. Avtobuslarimiz konditsioner, hamma sharoitlari. Konditsionerlar ishladimi aka? Xudo xolasa, sharoitlari yaxshimi, yoqdimi? Sharoitlariga nima deysiz? Yaxshi sharoit. Xudo xolasa yaxshi. Faqat tezroq ketamiz yo'qmi? Bo'ldi, xudo xolasa. Mana shu oxirgi nimalar. Aka-ukalar, mana avtobusimiz ichki holati, mana klientlarni eshitdinglar. Qo'yliqdan aka-ukalarimiz amalga oshiryapti. Ayollar, bola chaqaliklar oldi qatordan, xudo xolasa. Yo'q, suvlar yo'q. Aka-ukalar konditsioner, zaryadka устройство, avtobusimiz monitorlari jihozlangan. Bu ikkinchi monitori. Kamera nazorat ustida akalar, mana ko'ryapsizlar, mana biz olishyapti akalar. Bemalol kelib Qo'yliqdan biletlarni xarid qilib, Qo'yliqdan bemalol kelib ketishingiz mumkin. Ayollar va oldi er-xotinlar oldida har doim.